Chunki 88larning qo'li teggan joy yashnamasdan imkoni yo'q. Chunki bizga Allohning o'zi nazarini tashab turibdi. Ko'p ehtimol bilan yenam aytardi-da. Shu deydi 88-yil ob-havo boshqacha kelgan ulim. Shuning uchun 88-yillarning yigitlari boshqacha. Nimaga 89lar 88 ga o'xshamaydi? Chunki 89 dan buyon yana ob-havo shamol aralash bir narsa virus kelgan ekanda, lekin 88-yil deb nafas olsa, shunaqangi bir nafaslar ham yengil bo'lgan ekanda. Demak, shu biz tug'ilayotgan yilimiz Allohning nazari shunday yer yuziga tushib turgan ekan 88-yil. Shuning uchun biz qayerga bormaylik, nima ish qilmaylik, imkonsiz baribir shu joylarda obod qilib tashlaymiz-da. Imkonsiz. Keyin bir ikkovga reja aytsang, deydi, bu tentak bo'lib qolgan deydi. Eski qishloqqa yangi odat olib kiraman deyapti deydi-da. Keyin ana bitta nima qilganimiz. Bu joyga yillar davomida suv kelmagan. Kimlardir ishlatgan bo'lsa ham, shunday nima qilgan, boshqa qilgan. Birinchi yangilik stolboq qo'ydim, uchiga olib keldim tan, labda anoqib nasos taylab suv chiqardim. Ichqoralarning bari keldi, bu chiqarolmaydi, nima bo'ladi, to'kkam yechimini qila olmaydi. Voyahbat deydi, men aytdim, men 88-yilman, bu yechimini men baribir tovaman buni dedim tan. Suv chiqarib qo'ydim. Mana shu shudugarlangan joy inshaalloh nasib bo'lsa Alloh ajalga sabr berib tursa, mana shu yerda ko'klab yashnaganini ko'rsataman sizlarga.